O'rtoqlar, kimga shoshiling vaqti biletlar kerak bo'lsa, Primoy biza bilan bog'lanib borib kelsanglar bo'ladi. Haftada 4 marta Moskvaga, 3 marta Kazan yo'nalishi bo'yicha qo'yilgan. Maslahat tushuntiraman. Mana eshikdan kirib kelganinglarda o'rtoqlar, shunda zinadan ko'tarilib ikkinchi etajga chiqqaninglarda bufetni oldidagi xonaga kirasizlar. Boshqalarga, boshqa nomerlarga aldanmanglar, faqatgina o'rtoqlar 80 55 55 raqami bilan bog'lanib kelsanglargina skidka narxi bor, skidka narxi qaytasizlar. Или gruppovoy bormoqchi kelmoqchi bo'lsanglar, gruppovoyga ham biz skidka qilib beramiz o'rtoqlar, bemalol. Joylarni bron qilib olinglar. 80 55 55 raqami bilan bizning reysimiz ertaga Moskvaga bor o'rtoqlar. Shu bilan dushanba, seshanba, payshanba, juma kuni Moskvaga reyslarimiz bor. Narxi 1,15 million so'm. Kazan, Ufa, Orenburg yo'nalishi bo'yicha esa reyslarimiz seshanba, juma, shanba narxi 115 million so'm. Sankt-Peterburg, Krasnodar yo'nalishi bo'yicha esa seshanba, juma kunlariga reyslarimiz qo'yilgan. Narxi Moskva Krasnodarga 900 ming, Sankt-Peterburgga 1,2 million so'm. O'zingizlar bilan 50-60 kilogacha premyerni bagajli bo'ladi. Qulay o'rindiq sharoitlarga ega bo'lgan avtobuslarimizda bemalol joylarni band qilib borib kelsanglar bo'ladi. Bizda частный emas, xususiy emas o'rtoqlar. Agar aldo bor deb o'ylasanglar, bu xususiy emas, bu hammasi davlat tomonidan qo'yilgan reyslar. Ko'rib turganingizdek Toshkent avtovokzaldan Primoy reyslarni amalga oshirgan holda borsanglar bo'ladi o'rtoqlar. Joylarni bron qilinglar. Kimga kerak bo'lsa 80 55 55 raqami bilan bemalol gaplashib, joylarni bron qilib, biletinglarni olib kelsanglar bo'ladi. Moskvadan Toshkentga qaytmoqchi bo'lsanglar narxi 5 ming rubl, Sankt-Peterburgdan qaytmoqchi bo'lsanglar 7 ming rubl bilan